shaxmat plyusni oddiy shaxmatdan qanday afzalligi bor? Birinchidan, shaxmat plus o'yini qiyinroq bo'lganligi qanaqa? 80 katakdan iborat, ham unda 3 qatordan toshlar terilgan, ya'ni boshiga biz ta'minotchi degan guruh qo'shganmiz. Bu ta'minotchi toshlari o'yinni mukammallashtirib, murakkablashtirib beradi. Oddiy shaxmatdan farqi, taktikalari hali o'rganilmagan taktikalari bor. Bu ko'plab shaxmatchilarimizni o'ziga jalb qiladi. Ikkinchidan, butun dunyodagi shaxmatchilar o'sha 64 kataklik o'yinlarda ko'plab duranglarga to'g'ri kelyapti. Nechalar ko'p bo'lyapti, soni ko'payib ketyapti. Endi bizning shaxmatimiz qiyinroqligi 80 katakdan iboratligi, ya'ni ta'minotchi toshlar qo'shilganligi uchun juda ham qiyin, taktikalari hali o'rganilmagan. Butun dunyoda men o'ylaymanki, shaxmat ustalari buni o'ynab ko'rib, yillar davomida jahon olimpiadalarida mana shu yangi O'zbekistonimizda yaralgan shaxmat plus o'yinni o'ynab ketishiga hech qanaqa shubham yo'q. Mana shu internetga kirib nevchess.uz deb yozsa, biz yaratgan shaxmat plus o'yini chiqadi.